piyodalar o'tish joylariga qo'yilayotgan kameralar ish boshlagandan beri sizlarga ogohlikka chaqirmoqchiman. Mana shunaqa distansiya saqlanglar. Chunki hozir kelyapman, bu birinchisi emas, 3-4 kundan beri juda ko'p xavfli vaziyatlar bo'lyapti. Oldin bilsanglar, hamma mana bunaqa distansiyada yurardi. Mana 5 metr, 4 metr, 3 metrgacha yurishadi. Hozir shunaqa holat bo'lyaptiki, piyodalar o'tish joyida bitta odam paydo bo'lib qolgandan keyin 60 ta kelayotgan ham, 40 ta kelayotgan ham polni tormozga osilib olyapti. Tormozning ustiga chiqib olyapti. Sabab shtrafigisi yo'q. Orqadan kelayotgan mashina uni sal qoldi. Hozir mana shu narsaga guvoh bo'ldim. Shuning uchun men o'zimga o'zim va'da berdim. Chunki mana bunaqa narsa O'zbekistonda qilmasangiz, bu siz aybdor hisoblanasiz ekan. O'zi aslida damasam mana quchoqladi meni. Bu narsa o'zi dunyoda hech qayerda joriy qilinmagan, ishlatilmaydi. Avariyani avariya holatida yoqiladi. Men bilmayman, O'zbekistonda men o'zim ham o'sha refleks bo'lib qoldi, o'rganib qoldim. Lekin mana bunaqa distansiyalar mana ko'ringlar. 1 metr oraliq. Bunaqa distansiyalar o'zi ishlamaydi O'zbekistonda. Shuning uchun ogoh bo'linglar, iloji boricha distansiyani uzoqroq saqlanglar. Chunki bu endi svetofor, piyodalar o'tish joyida mashinalar sraz tormoz bosyapti, orqadan bum 3-4 ta mashina bir-biriga urilib ketyapti. Oxir va xayr bo'lsin, kuninglar xayrli o'tsin. Videoni rulda yuradigan tanishingizga jo'natib qo'ying.